Assalomu alaykum obunachilar. Mana malinamiz pishib, hosili kirib, uje terishga tayyorlanyapmiz. Mana xuddi shunday kattalik hosili beriladi. Qip-qizil bo'lib, varenni, kompot, shamollashini oladi. Terish holatini ham ko'rsatib beraman. Shamollashga zo'r, kompoti ham zo'r bo'ladi. Mana shundan sotib olinglar. Hosili katta bo'ladi. Qip-qizil bo'ladi. Zo'r. Har xil ko'chatlari bor. Qora malina ham bor, qizili ham bor. Ko'chat yetkazib, uylaringizga olib borib, ekib, ko'rsatib beramiz. Ko'chatlar bizda ko'p sotiladi. Telefon raqamlarini qoldirib qo'yamiz. Mana pishganlari. O'rtalarda pishgan. Kompot zo'r bo'ladi ularni. Sizlar ham ko'chatda sotib olinglar. Ko'chat yetkazib beramiz. Hozir ham ikkita ham bo'ladi.